g'alati yo'llaring. Judayam ko'p ayollarda aytishadiki, ro'mol olmay qiladigan baqbaqam chiqib qolgan deb. O'sha payt sizlarga endi massajni apparatini o'zida 100% garantiya beriladi. Ochasizlar, aynan baqbaqanglar bor joyga o'zini konstruksiyasi bo'yicha massaj qilasizlar. Buni olayotganingizda qizlar желательно o'zimizni sotuvchilarimizdan so'ranglar, qanaqa foydalanish haqida. Agar buni yozuvga tushunmasanglar, son ozdiradigan chiqroq bo'ladi, qizitorishi mumkin, lekin kayfiyati 100% bo'ladi. Chunki jirovlikga to'lgan bo'lsa, bemalol ketkazib beradi. Keyingisi belimiz. Такой taliya g'olib o'tgan bo'lsalar, обязательно olib ko'rasizlar. Bu ham dешёвый qanaqadir krem emas, olat massaj qilib o'tirmaysizlar. Apparatli o'zi buni surib, mana shunaqa harakatlarni sotuvchimiz to'g'risida tushuntirib, ko'rsatib beradilar. Qanaqa ishlatishni o'rgatib ketamiz. Bu bel uchun va eng oxirgisi sonlarimiz uchun. Judayam ko'pchilikda son osilib qolishi, keyin sellyulitlar chiqib qolgan, bu o'shani effektini yetkazib beradi. Judayam effektivni qizlar ishlatganlar biladi. O'zbekda judayam ko'p bo'lgan. Просто bizda ochiqchasiga reklama qilinmaydi. Bu narsa to'liq tushuntirib berilmaydi. Chunki uyda o'tirgan ko'p ayollarimiz bularni yoki ishlatishdan chiqadi yoki noto'g'ri ishlatishadi. O'shaning uchun обязательно shu narsani olayotganingizda o'zidagi muammolarga qarab tanlab olasizlar va o'zimizni sotuvchi qizlarimizga aytsanglar, qanaqa ishlatishni sizlarga обязательно o'rgatishadi va effektini sezasizlar. Agarda yana qaytaman, effektini sezmasanglar, pulinglarni qaytarib beramiz. Faqat to'g'ri foydalaninglar. Yana aldab effektini sezmadim demanglar. Chunki hech narsa ham uyda ishlataman. Chunki menga mana baqbaqam bor.